eksport ishlari yaxshi rivojlangan. Masalan, qo'shni Afg'oniston hududlari bilan savdo qilgan, Rossiya bilan savdo qilgan, Xitoy, Hindiston va boshqa davlatlar bilan Qozoq juzlari bilan ham savdo aloqalari amalga oshirilgan. Ya'ni bu hududlarda ham savdo ishlari yaxshi rivojlangan. Endi bevosita 9-sinfda O'zbekiston tarixi darsidan keyingi mavzuga o'tamiz. Keyingi mavzumizning nomi madaniy hayot bo'lsa kerak. Madaniy hayot. Endi aynan bu madaniy hayotda aynan o'sha 19-asr o'rtalarida kitoblarni yozib ketyapti. 40 ga yaqin dostonlar bo'lgan deyapti. Bu dostonlar asosan o'sha xalq og'zaki ijod orqali avloddan avlodga, og'izdan og'izga o'tib kelgan. Masalan, Alpomish, Qirg'iz dostonlari, Qoraqalpoqlarda bor, Kunto'mish, shu Shirin va Shakar ham bor. Avloddan avlodga o'tib kelgan bu dostonlar. Endi bu dostonlar ko'proq asosiy g'oyasi, ya'ni vatanparvarlik ruhida yozilgan, ya'ni vatanparvarlik ruhni kuchaytirish maqsadida xalqda orasida paydo bo'lgan. Endi shu dostonlardan biri Qoraqalpoq dostonchiligi, doston rivojlanishida Qirg'iz dostoni bor. Qirg'iz dostoni to'g'risida gaplashadigan bo'lsak, bu doston ham shu vatanparvarlik g'oyalarini o'zida aks ettirgan. Masalan, Sarkov hukmdori Ollayot qizining ismi kim bo'ladi? Guloyim bo'ladi. Guloyimga hosildor yerlar beradi. Hosildor yerning nomi nima edi? Nomi nima hosildor yerni? Muyengli degan hosildor yerlar beradi deyilgan, to'g'rimi? Endi dostonda Guloyim shu masalan shu Nodirshoh hujumiga qarshi kurashadi. Bu kurash natijasida ya'ni Xorazmlik sevgilisi yordam beradi Guloyimga. Xorazmlik sevgilisining ismi nima edi? Arslon. Arslon bo'lgan. Yaxshi. Kanizagimiz soni nechta bo'lgan? 45. Yaxshi. Sarkov hukmdori kim ekan? Ollayyor bo'lgan. Yaxshi. Endi Sarkov hukmdori Ollayyor, qizining ismi kim? Guloyim. Yaxshi. Aynan o'sha yordam beradi. Shu Qirg'iz Kanizag yordamida dushman qo'shinlarini mamlakatdan haydab chiqaradi. Dostonda shu bosh g'oyasi shu yoshlarda vatanga bo'lgan muhabbatni oshirish asosiy g'oyalardan biri hisoblanadi. Endi aynan o'sha Qirg'iz dostonini aytib o'tdik. Endi Qirg'iz dostonidan keyingi ma'lumotlarga o'tadigan bo'lsak, mana shu Xiva xonligida tarix-navistlik rivojlanishi. Keyingi mavzuchamiz tarix-navistlikniki, ya'ni Xiva xoni Ertuzar hukmronligi davri nechinchi yillarida? Ertuzar 1804-1806. Yaxshi. Ertuzar qaysi suloladan, Xivada qaysi, masalan, Xiva shayboniylardanmi yoki qaysi suloladan? Qo'ng'irotlardan. Ya'ni Qo'ng'irotlardan bo'ladi. Ya'ni Qo'ng'irotlar 1870 da kelgan hokimiyatga. Ya'ni Xiva Qo'ng'irotlardan bo'ladi. Ya'ni Ertuzar hukmronligi davrida shu tarix-navistlik rivojlantirish maqsadida Munis Xorazmiyga shu Xiva xonligining tarixini yozish topshirig'i beriladi. Xiva xonligi tarix asarlari yoziladi. Endi Munisning jiyani kim bo'lgan? Ogohiy bo'lgan. Yaxshi, Munisning jiyani Ogohiy bo'lgan. Ya'ni Munis Ravzatus Safoni yozishni boshlagan edi, to'g'rimi? To'g'rimi shu fikr? Yozishni boshlagan edi degan. Shu fikr to'g'rimi? To'g'rimi? Tarjima qilgan o'zbek tilida. Tarjima qilgan, yozishni boshlamagan. Asarning birinchi jildini Tarjima qilib, birinchi jildini tarjima qilishga ulgurdi. Vafot etadi. Keyin jiyani Ogohiy Ravzatus Safoni tarjimasini yakunlaydi. Endi Ravzatus Safo asari kimniki bo'lgan o'zi? Kim yozgan? Ravzatus Safo. Mirxon yozgan. Qarang, Mirxondan yozib tugatilmagan. Bu asar taqdiri shunaqa ekanda, Munis tarjima qilishni boshlab tugatilmadi, jiyani tugatdi. Qanaqa jiyanlik, qanaqa qarindoshchilik, qanaqa edi?
Nari kitobda biz aytgandik qarindoshchiligini. Munis bilan ogohini. Tog'a menimcha 8-sinfda O'zbekiston tarixi kitobida Munisni jiyani Ogohiy degan, endi Ogohiy Munisga amaki bo'ladi. Amakisi Munis Ogohiyning amakisi Munis hisoblanadi. Endi Razat Safoga keladigan bo'lsak, Munis topdingizmi? Dilafruz shu joyini tog'a deganmi, amaki deganmi? Qaysi? Jiyan bo'lsa tog'a bo'ladi. Buxoro amirligi. Jiyan bo'lsa amaki, amakisi ham bo'lishi mumkin-ku. Masalan, sizni dadangiz ukasi siz jiyansizda, jiyansiz. Endi Razat Safo to'g'risida Munis tarjima qilishni boshladi, ogohlik yakunladi, Mirxon yozishni boshladi. Xondamir tugatgan yilganida. Endi yana ma'lumotlarimizga qaytamiz. Endi ko'radigan bo'lsak, Mirxonning Razat Safo asarini Soflik bog'ini tarjima qildik, joylarini aytib o'tdik. Endi Ogohiyning asl ismi to'g'risida gaplashamiz. Asl ismi Muhammad Rizo Ernazarbiy. Yashagan davrichi 1874-yillarda yashagan. Ogohiyning asl ismini aytdik, yashagan yillarini aytdik. Nechta tarixiy ma'rifiy asar yozgan? 16 ta. Qish g'azali to'g'risida kim biladi? Yodda aytib bergan demayapman, mazmun. Qish g'azalimi? Ana xalqlar bor. Ya'ni